Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 84-mo'jiza. Nabiy sallallohu alayhi va sallam so'laklari bilan shifo topdi. Yazid ibn Abu Ubayd roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Salama ibn Akvaning boldirida qilich zarbidan qolgan izni ko'rdim. Undan buni qayerdan orttirding deb so'radim. U Haybar jangi kuni bir qilich zarbi yetdi. Odamlar Salama jarohatlandi deb qolishdi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga bordim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u joyga 3 marta sufladilar. Shundan so'ng 1 soat o'tmasdan jarohatim og'rimaydigan darajada tuzalib ketdi deb javob berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 85-mo'jiza. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning silashlari bilan shifo topdi. Baro ibn Ozib roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Abdulloh ibn Atik Abu Rofiyni o'ldirganda uyining ustidan yerga yiqilib boldiri sindi. Abdulloh ibn Atik aytadi: Nabiy sallallohu alayhi va sallamga hodisani so'zlab berdim. U zot oyog'ingni uzatgin dedilar. Men oyog'imni uzatdim. Oyog'imni siladilar. Oyog'im go'yo hech qachon og'rimagandek holatga keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 86-mo'jiza. 3 qo'mondonning shahid bo'lishi to'g'risida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldindan xabar berganlari. Anas ibn Malik roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Zayd, Ja'far va Ibn Ravohani jihodga jo'natdilar. Bayroqni Zaydga berdilar. Hammasi shahid bo'ldi. Ularning halok bo'lgani xabari kelmasdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu haqida odamlarga xabar berdilar. Bayroqni Zayd oldi va u halok bo'ldi. So'ng bayroqni Ja'far oldi. U ham halok bo'ldi. Undan keyin bayroqni Ibn Ravoha oldi. U ham halok bo'ldi. So'ng Alloh taoloning qilichlaridan biri bayroqni oldi. Alloh taolo unga g'alaba berdi dedilar. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Mu'ta g'azotida Zayd ibn Harisani amr etib, agar Zayd halok bo'lsa, agar Ja'far halok bo'lsa, Ibn Ravoha bayroqdorlik qilsin dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 87-mo'jiza. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Habashiston podshohi Najjoshiyning vafot etganini xabar qilishlari. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Habashiston podshohi Najjoshiyning vafot etganini u o'lgan kuni xabar berdilar va sahobalarini namozgohga chiqarib saf torttirdilar. Unga 4 takbirdan iborat janoza namozini o'qidilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 88-mo'jiza. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ahli oilalaridan o'zlaridan so'ng eng avval vafot etadigan kishining xabarini berishlari. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi.
Fatima roziyallohu anha keldi. Yurishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yurishlari kabi edi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam unga "Xush kelibsiz qizim" deya iltifot ko'rsatdilar. So'ng o'ng yoki chap tomonlariga o'tirg'izib, bizlardan maxfiy qilib bir so'z aytdilar. Fatima yig'ladi. Men unga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizga xoslab so'zlasalar-u, siz nega yig'laysiz dedim. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga yana bizlardan maxfiy qilib bir so'z aytdilar. Fatima kuldi. Men bu kun kabi xafalik bilan xursandchilikning yaqinligini ko'rmadim dedim. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga aytgan so'zlar haqida so'radim. Fatima: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sirlarini ochmoqchi emasman" dedi. Oradan ko'p vaqt o'tmasdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etdilar. Men Fatimadan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan so'zlar haqida so'radim. Fatima dedi: "Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga bu so'zlarni sir qilib aytgan edilar. Jabroil alayhissalom har yili menga bir marta Qur'onni xatm qilib o'tkazdirar edi. Bu yil esa 2 marta xatm qilib o'tkazdi. Bu ajalim hozir bo'lgani alomati deb o'ylayman. Sen esa mening ahli oilam orasida ortimdan eng birinchi yetib boruvchisan. Sen uchun men qanday ham yaxshi kutib oluvchiman." Men shu so'zlar sababli yig'ladim. So'ng "Sen bu ummatning yoki mu'minlarning ayollari sayyidasi bo'lishni xohlamaysanmi?" dedilar. Men esa kuldim. Hech bir ixtilofsiz Fatima roziyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ahli oilasidagilar orasida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan keyin eng birinchi vafot etgan kishidir. Uning Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafotlaridan keyin qancha muddat yashagani to'g'risida ixtiloflar mavjud. Ba'zilar 3 oydan keyin vafot etgan desa, ba'zilar 6 oydan keyin deydi. 8 oydan keyin vafot etgan degan rivoyatlar ham bor. Bu rivoyatlarning to'g'rirog'i Fatima roziyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin 6 oy yashagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 89-mo'jiza. Egarda yaxshi o'tira olmaydigan Jarir roziyallohu anhu ning ot ustida mustahkam o'tirishi. Jarir Bajali roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Men otda mustahkam o'tira olmas edim. Bu holimdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shikoyat qildim. U zot sallallohu alayhi va sallam qo'llari bilan ko'ksimga urdilar. Hatto ko'ksimda u zot muborakning qo'l izlarini ko'rdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Allohim, uni egarda mustahkam qilgin va uni hidoyat topgan va hidoyatga boshlaydigan kishi qilgin" deb mening haqqimga duo etdilar. Shundan so'ng biror marta ham otdan yiqilmadi. Imom Buxoriy va Imom Muslim bu hadisni quyidagicha rivoyat qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga: "Biz uchun Zulxalasani, but sanam yo'qotmaysanmi?" dedilar. Men: "Ya Rasululloh, otda yaxshi o'rnashib o'tira olmayman" dedim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Allohim uni egarda mustahkam qilgin va uni hidoyat topgan va hidoyatga boshlaydigan kishi qilgin" deb duo qildilar. U joyga 150 nafar otliqlar bilan bordik va u butni yoqib yubordik.